Bitta qizim axir. Men taqdirimni qizingizni taqdiri bilan bog'layman. O'zi davolaydi. Uylanmoqchimisan? Ha, uylanmoqchi. Ishonavering, ostonangizga sovchilikka keldi, akajon. Surishtir. Ha. Haqiqatdan o'rin rostdan gaplarim jiddiy. haloli pok nikohlab olmoqchimisan? Umrini baxshida etadi, aka. Mazax qilmayapsanmi? So'z beraman, niyatim jiddiy. Rostimdan kulmayapsan. Yo'q. Yo'q, aka, men guvohman. Kulayotgani yo'q. Qizingiz juft haloli bo'ladi. Ha? Ishoning. Men kamman aka. Mana, tugun bilan keldik. Kalos qizim. Dasturxonni yoz, mehmonlar kelibdi. Qani kelinglar, marhamat. Yur do'stim. Kelinglar. Vaqti ochilganga o'xshaydi qizim. Biznikiga mana qara. Uzr. Bu qattiq hayajonlanganidan. Hozir o'ziga kelib qoladi. Haliyam o'sha latofatli sohib jamol. Ammo kim bor? Yordam beringlar. Doktor keldi. Qani. Yuring ichkariga. Qani yuring. Kelinglar. Rahmat. Qani. Marhamat. Kiringlar. Aka, mana buni oling, sizlarga olib kelgan edik. Rahmat. Qani, yuqoriga. O'tinglar. Sharoz. haligi men sizni Keling. Xo'sh, xizmat. Bilasizmi, domla? Men bugun baxtiyorman. Chunki qizimni baxti ochildi. Ha. Shu devona qizingiz-ya? qaysi devoni olyapti ekan sizni qizingizni? Bunday demang, taqsir. Uzr. Axir u ham bir Allohning ojiza bandasi. Ajabmas turmushga chiqsa balki